qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan armyanskiy pitichka degan shirinlik tayyorlanishini o'rganamiz. Mazasi ham hammaga birdek yoquvchi, juda ham mayin va yeyishli bo'ladi. Bemalol sotuvga ham tayyorlasanglar bo'ladi bu shirinlikni. Birinchi bo'lib qo'shlarni tayyorlashni boshlaymiz. Gazga qo'yadigan idishimizga tuxum, shakar, asal va sariyonni solib yoki margarin solib gazga qo'yib kovlab turamiz. Margarin shakarlari erib olgandan so'ng chayni soda solib yana aralashtirib turamiz. Karamelli rangga kirgandan so'ng gazdan olamiz. Gazdan olgandan so'ng yalangan unimizni solib xamir qilib olamiz. Xamirimiz yumshoq bo'ladi. Soviguncha xolodilnikga ustini kontakt paket qilib yopib qo'yib turamiz. Xamirimiz yaxshilab sovigach ikkita zuvalaga bo'lib, xuddi videoda ko'rsatilgan kabi texnikada yoyib olamiz, list razmerida. Qo'shlarimiz pishib chiqquncha endi krem tayyorlab olamiz. Tuxumga shakar, un solib, ozgina sut solib, venchikda yaxshilab bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Vanilli pasta ham solib olamiz. Gazga qo'yadigan idishimizga qolgan sutimizni, aralashmamizni solib olib kovlab turamiz yaxshilab. Qaynab chiqqandan keyin ham yana 3-4 minut qaynatib olamiz. Kremimiz tayyor. Ustiga kontakt paket yopib yaxshilab sovutib olamiz. Sariyonni yaxshilab ko'pirtirib olgandan so'ng zavarnoy massamizdan oz-ozdan solib kremimizni tayyorlab olamiz. Bu orada pishib chiqqan qo'shlarimizni ham teng 3-3tadan bo'lib olamiz. Общий 6 ta qo'sh bo'ladi shunda bizda. Shirinligimizni kremlab olgandan so'ng albatta bir kunga xolodilnikka qoldiramiz. O'shanda qo'shlari yaxshilab yumshab zo'r bo'ladi. Keyin esa ertasi kuni ustiga ganash oqizib bezatib olamiz. Juda ham mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring, sizlarga ham yoqadi.